Onu tıkıvarasan. Yok mu neresi? Şu zaryadchikni tıkasaç telefonla. Shahzod. Akkalarım oynab turman, mana shu yerda turum kerak bo'lib turgan. Yanına tıklamaz. Anam bemor. Telefonumni bemor. Tabii kanalı. Telefonumni bemor. Tushungan qadrini olsa. Yo'q, tushyapti, biroq 37 ming tushira bilar ekan, to'liq qolib Yoqayın yaqay. Bu Yaqaymiz? ha, yaqasan. Xo'p. Demak, ne aytyaptimi? Ta'kidlab ko'rsatsak-ku yuqoriga debdi. Tushundingmi? O'z asli bunday qaragandan pastga ketadi deydi. Agar yuqoriga ketib batgan desam deb aytmoqchi bo'lsam, uni ta'kidlab ko'rsatish kerak bo'ladi. Jismlar shunday tushlar ta'sir qiladi, biroq yuqoriga harakatlanyapti deyish kerak bo'ladi bu paytda. Tushundingmi? U paytda yuqoriga bir jism tortayotgan bo'ladi. Bu paytda ishqalanish kuchi qayerga qaragan bo'ladi? Pastga. Ishqalanish kuchi pastga qaragan bo'ladi. Mana bu holatda. Tushundingmi? Ayyo. Ketdik. Birinchi savolga qanday javob berding? На ленте транспортера лежит груз. Lenta bilan transportyor lentasini ekan bildingmi? Ayyo. Nima u? Ana o hozir bir rasm. Shunday. Durust. Konveyerlarda bo'ladi. Uzun lenta qo'yib, so'ng ustiga saqlancha, shu lenta bilan birga ketaveradi. Shuni transportyorning lentasi deydi. Изобразите силу, действующую на груз со стороны ленты, когда он движется с постоянной скоростью наклонно вверх. Deydi. Qani rasmni ko'rsatib chiqar. Naklonно вверх ketib batgan bo'lsa, ko'ryapsiz. To'g'ri. Naklonно вверх ketib batgan bo'lsa, unga ta'sir qiladigan kuchlarning nisini ko'rsat deydi. Ta'sir etayotgan kuchlarni ko'rsat deydi. Xo'sh, tekshirishganmi? Qancha kuch ta'sir qiladi unga? Со стороны ленты degan bu yerda. Hamma kuchlarni demagan. Изобразите силы, действующие на груз со стороны ленты degan. Со стороны ленты bo'lsa-da. Mana 3D ko'rinishda chizish kerak emas, uni naqsh chizish kerak mana. Вот наклонная плоскость. И груз turibdi mana. Вот mana. Shuni ko'rsatsa. Со стороны ленты. Endi ko'rsat. Bo'sh turgan holatda ko'rsat. Qo'y. Со стороны ленты. Mana lenta ko'rsatgan yo'q emasmi? Uni harakatlab. Mana uni lenta ko'rsatib turgan-ku. Lenta ko'rsatib turmi? Ha, to'g'ri, lenta ko'rsatib tur, to'g'ri. Uni F deb oling. Mayli. Ishqalanish shuni ko'rsatmadingmi? To'g'ri, mana shu 3 dona kuch ta'sir qilib tur lenta tarafdan. Xo'sh, demak, tekshirishgan. Lenta buni тянет вверх. To'g'rimi? F tagi deysa, F deb belgilasa. To'g'ri. Endi ko'rsatsak, undan muvofiqroq bo'lar edi. To'g'ri, reaksiya opori, tayanchning reaksiya kuchi va ishqalanish kuchi, shu 3 dona kuch. Lenta tarafini atak jismga og'irlik kuchi ham ta'sir qiladi. Qanday? Vertikalniy bunday bo'ladi. Shunday bo'ladi. Biroq bu lenta qatish yo'q, shundaymi? Дальше пойдем. Парашют массы 80 кг равномерно опускается, deydi. Чем равна сила сопротивления воздуха, действующего на парашют, deydi. Sen qanday ishlading bu masalan? Arkadaşlar bitti yo'q. Hammasi bir o'xshash bo'lgan.
Сила сопротивления воздуха ышкаланыш күчү айталы бу. Азыр үйгө келип баратса. Onun aldığından işlep başladım oğuz. Сила повести. Bırak. İşleyen bakmışlar, işlemeyen bakmışlar. Bırak bu cevabını bıdıp sormaya ve sırada cevabını yazıp ettim. 2014'te. Resimden çözüldüm oğlum. Şimdi de işlep başladım. Bir manyakla işlep ettim biraz. Bırak cevabı bıdıp koydum. Cevap beğenmez. Bu gördün mü niye kanday işlegensin? Bulmaydı mı bu? Sen bana neydim? Начальный уровень başladın ha? Önce средний уровень öttün, doğru mu? He. Средний уровень bu ikincisi. Yani ikincisi. Kan bu deyip ketken. Senin ikincisini. Ha? Bunda kelgendikken işlemek ettim mi? Kelgenden işlemek ettim. İşle niye işlemek ediyorsun? Öyleydi. Hem şu işlegen... 2002'de kelgen misallarını. Qani 2002'de kelgen bolsa işlegen bolsun gerek ko. Hatta şuna ссылка berip kelsem ana meyde 2002'de 2002 yılı LA2'likte средний уровень 3. задачасы 514. страница deb ссылка berip kelsem ana. İlmimiz özün defterini 16. betide, defterimin 16. betide turdu bu ссылка berip kelse açıp görürsün. Azman işlegense işlemegense ben kalktım bileme. İşle de koy. Hazır oturup işle verirsin. Mümkün defterini nomerlep çıkasın. Bir zerken peytinde. Saklan 80 kilogram adam равномерно прямолинейно tushib atrofga parashyutda. Xo'sh, havoning qarshilik kuchini top deydi. Xo'sh, qanday topasan havoning qarshilik kuchini? Qanday ideologiya bilan topasan? Ha? NTMG forması. NTMG? Niçin NTMG? Сопротивление воздуха bilen tartış gücü bir teң. Niçin teng? Hı? Çünkü cisim равномерный движение кылып. Cisim to'g'risida tez harakat qilayotgani uchun unga ta'sir etayotgan kuchlar bir-biriga teng bo'lishi kerak degan ilmdan foydalanish kerak deydi. Shunda og'irlik kuchi havoning qarshilik kuchiga teng bo'ladi. Aks holda qanday bo'ladi? Teng bo'lmaganda qanday bo'ladi? Agar unda cisim равноскоростный Равноскоростный harakat qilgan bo'ladi. To'g'ri. Yaxshi. Kelesi. На столике в вагоне поезда лежат книги и мяч deydi. Почему, когда поезд тронулся с места, мяч покатился назад относительно поезда, а книга осталась в покое deydi. Xo'sh. Qaysi biri? Достаточно birinchisi. Asma? Угу. Книги мяча разные поверхности dedim. Nechun разные поверхности deysiz? Agar ikkovi da bir xil bo'lsa, ikkovi birovning siyotinesi kattaroq, birovning kichikroq. Nechun birini siyotinesi kattaroq, birini siyotinesi kichikroq? Поверхность har xil. Siyotinning поверхности qatishi bormi? Aya. Qanday qatishi bor? To'g'ri proporsional. Поверхностьmi? Sirtiga. Jismning sirtiga. Sirtning yuzasigami? Yo'q, sirtining o'ziga. Ha, materialga demoqchisan? Ha? Aya. То есть, kitob qog'ozdan ishlangan, rezinkadan ishlangan demoqchisan? Savol sana. Naqshi miyachik kitobdan ishlangan bo'lsa, qog'ozdan ishlangan bo'lsa, nima olib ketmas edim?
Ekkovi bir xil material ishlangan bo'lsa. Ne deysiz sen? Bu paytda poверхность bir xil bo'ladi, shundaymi? Savol. Savol. Ne uchun? Va nima uchun va qanday bo'ladi? Dumalasin top. Ma'lumot chiqib. Dumalamaydi chiqar deysan. Massalar ham har xil bo'lishi, massalar ham har xil bo'lishi. Bir xil bo'lsa-chi? Ekkovi qog'ozdan yasalgan, ekkovi massasi bir xil. Kitabimki 1 kilogramm, topimki 1 kilogramm. Ilikko'yi ham qiymaysiz, ilikko'yi ham qiymaysiz. Deysan. Соприкасаемая точка bor-ku, topda kichik. Соприкасаемая область bor-ku, kichik topda. Kitobda katta. Tushundingmi? Sen nima uchun kitobni o'rtadan olib qiyin deding o'tganda? Uga ikki chetdan Ha, ikkala cheti ishqalanish ta'sir qiladi. Beda ham xuddi shunday, topda ham xuddi shunday. Bir tochkasi bilan tegib turadi top. Uni ishqalanishi kam bo'ladi. Kitobning ishqalanishi ko'p bo'ladi. E'tibor berish kerak, xuddi shunday yozib qo'yish kerak. Ta'sirlashayotgan yuzasi katta bo'lgani uchun kitobning ishqalanish kuchi ko'p bo'ladi deb yozib qo'yish kerak. B. Какая сила нужна? Я вспомнил hozir. Какая сила нужна для равномерного перемещения саней по льду, если вес саней 5 килоньютон, а сила трения составляет 0,4 веса. 0,4 веса саней deydi. Xo'sh? Ko'paytirdim. Ko'paytirdim deysan? Endi bilan pi biri teng bo'lgani uchun. Qani masalan? Xat tashlagan so'ng, masalan, yo'lda o'qimagan so'ng davlat. Eshitsa yaxshilab, o'qisa yaxshilab. Какая сила нужна для равномерного перемещения сани по льду deydi. Если вес сани 5 килоньютон. Sani degan ne bilasizmi? Sani degan chana 5 kN. А сила трения составляет 0,4 веса сани deydi. O'qisang uni yaxshilab. Tushunmagan bo'lsang mendan so'ra deymi sen? Nega so'ramaysan? Tushunmagan bo'lsang. Ha, bunday qo'ychi. Так. Mana. Какая сила нужна для равномерного перемещения саней по льду, если вес сани 5 килоньютон и сила трения составляет 0,4 веса саней deydi. Ne tushunding? Ha? O'qima, ne tushunding? F трения. Mana piyin 0,04. Ha, конечно, 0,4 qismi deb tur. Sen bo'lsa ne ishlab ketgansan, ko'rdingmi? E'tibor bilan o'qi masalalarni. Unday bo'lmaydi u. Bu. Xo'sh. Равномерно перемещаться etish uchun qanday kuch kerak deydi? Равномерно. O'qisang, zadachani o'qisang, tushunmasang men aytman, tarjima qilib beraman. Sen o'sha tarjima qilishni hozir o'qida. Jismni to'g'ri chiziq, chanani tekis chanani muz ustida 5 kilonewtonlik 5 kilonewton
Veslik, Ves degan og'irlik. ağırlık, çanani, muz ustida yurgizish, Yo'q, yurgizish uchun muz emas. ustida tekis harakat, Lantirish uchun yoki tez harakatlanishi uchun. qanday kuch sarflash kerak degan. Agar Xo'sh, ishqalanish kuchi xo'sh. Og'irlik og'irlikning 0,4 qismiga teng jismning bo'lsa, og'irligining 0,4 qismiga teng teng bo'lsa. bo'lsa. To'g'ri tarjima qiling endi. Endi to'g'ri tarjima qiling. Endi ishlaydi masalan. Tushundingmi, короче? O'sha 200 newton kerak bu. Mana men движение qiluvchi. Ralemenni uchun 200 newton kerak deysan. Ha, to'g'ri, 200 newton kerak. Niçin 200 newton kerak? Chunki ishqalanish kuchi bilan iz ko'rsatma kuchi teng bo'ladi. Va qanday shart bajariladi? Ishqalanish kuchi anit tortiq tekis harakat bo'ladi. To'g'ri, tez harakat sharti bajariladi. To'g'ri. Xuddi shunday yozib qo'y xulosaga. Hozir yoz. Tushundingmi? Shu hammasini bir tahlil qilib chiqma, qayta bir-birlab seni so'rab o'tirmayman. Adashgan joylarim bo'lsa qayta bir-birlab tahlil qilib chiq. Mana YouTube'ga qo'yasan.